qissa haqida bayon. Bugungi temamizda Changshan Jozulung Baturlarning ichidagi Jozulung haqida to'xtalib boqaylik. Jozulung faqat boshdan oxir Liu Beining xos navkari. Mesela Baobiao qo'g'dug'chisi, alayid xodim qo'g'dug'chisi bu. Boshdan oxir balak alayid cho'ng huquq harbiy alay yo'q. Mushundaq Dajangjun Sang'unlarga berildigan nom bor. Masalan, Dajan Ali Sang'un, Bash Sang'un, o'ng qo'l Sang'un, so'l qo'l Sang'un. Lekin Mao niminiki Jozulungning bundaq nomi yo'q. Bu o'rnidan bergan rasmiy o'tug'at nomi Mao. Gungyanlik Sang'uni Mao. Dabdadi bor. Lekin Joyunning bundaq nomi yo'q, nomi bermagan. Endi bundaq yo'lbos Sang'un, Buyur Sang'un, Aparmen Sang'un deganlar bu faqat bir hurmat nomi. Shular bergan o'z Sang'unlarga bergan bir hurmat nomi. Bu maxsus elqidek bir nom emas, o'rnidan bergan. Shunga har qaysi bir cho'ng janglardimi, muhim ishlarda Liu Bei qarsang bu Jozulungni bak tavsiya qilib ketmaydi. Lekin Zhuge tavsiya qilib turdi buni. Şuna bu Jozulungning bu shu qo'shgan eng cho'ng ishki to'pisi shu Aduni ishki qitim qutuldirib bekilish. Birinchi qitimda bayaq Saoso'ningki qo'shinining orasidan busib chiqdi. Ikkinchi qitim Sun Meimeining alaqi Sun Quanning bir yilisi bilan voy opam mashtaq og'rib oyisuyut yetib qoldi desen, hozirla Aduni elib Jangdongdagi Yishoyanga keldi degan vaqtida bu ikkinchi qitim berib Aduni qaytarib keldi. Çünkü bu Adun akasi bu yer taxtı var, so'q turib qo'ydi emasmi? Eng cho'ng ishki to'pisi mana shu. Lekin Liu Bei bu Jozulungning martining yuqurligi, ish bajarishga qobiliyati, bu jihatlarni biladi, buning qoyil. Shunga bu o'zgalik Teishan Baobiao qildi. Albatta bundaq maxsus qo'g'dug'chini udul kelgan satqin undaq odamdan tanlamaymiz-ku. Liu Beining bu yerda qilgani faqat mana shu Jozulungning o'z boshqaramay qoldigan neylik bir salbiy tarafini men 5 tusamlam, lekin buni ishlatishga bo'ldi. Meni qo'g'dashga, mashunda keyin o'g'limni qo'g'daydi-ku, eng maskildigan odam mashu. Mashana 5 tusak ishlatishga bo'ldi deb qoyil bo'lmiz bumi. Shunga menimcha Jozulungmi bu ishlarda Liu Beiga rahmat aytish kerak. Navadi Liu Bei mashina shu eski tarafini 5 tumagan bo'lsa, 3 parchalik haqida qissada bumi ikkinchi Liu Bei bo'lib qilib, Jozulungni bir yomon atiq qilish mumkin-di. Nurg'un finsalarmi buningga Jozulung qoyil bo'lib, yaxshi ko'rib, hozirgidek qilib natayindi. Endi shuning bilan keyin Liu Bei jangda yengilib o'lib ketadigan vaqtidami, yana bu Jozulungni bak cho'ng nomni bir vatmaydi o'lib ketishdan burun. Faqat shu o'g'li qaraydigan, Zhuge Liangning qo'lida ishlatadigan ala tushib qilib qoldi yana. Endi bu oxirida Joyunning Jozulungning o'limi qarsak bu nihoyat jimjit, nihoyat oddiy. Aşlim Jozulung kasal bilan o'lib qoldi debla bir qalam bilan tugatayotgan meni-chu. Masalan, boshqa Sang'unlar qaraydigan bo'lsak, masalan, Guayu nihoyat dag'dug'liq shundami? Wei bilan buning jang qilib, o'ttirda qisilib qilib, oxirida limon berib uni kallasini oldi. Bu xil bir cho'ng jangda o'ldi. Zhang Feining o'limi nihoyat g'alita. Arg'ich mas'ul haqni urib qo'yishdan qo'llasiga tiplar satqiliq vaqtida o'ltiribdi. Nihoyat tuyuqsiz tiz yuz berdi. Eng mühim Huangjongning mana Huangjong haqiqiy baturlik bilan, qahramonlik bilan mash ishki insning uchini olamiz deb berib jangga o'zini yemchuq qilib tashlab, maydisiga nach o'qiyotdi deb baturlik bilan o'lib ketdi. Lekin bu Joyun, hamda Joyun kelsak, nihoyat jimjitlik oxirgi qitim bu yerda Zhuge Liang ve hujum qildi vaqtda Simayi bilan tutishma deb manga vaqtda tuyuqsiz jangga ketdi. Bosh vazir Baş Sang'un Jozulung o'lib ketdi, yuri kasallar. Yuri kasallar o'lib ketdi dedi, tugaydi. Bunun ya bir ajoyib g'aroyib ish yoki bir jangda qahramonlar o'lib ketish umi yo'q, bir shon sharafmi yo'q. Naydi, jimjit oddiylar tugab ketdi. Shunga Jozulungning butkul hayotida bir alayda cho'ng xatolig'im yo'q ezib ketgan. Chunki buning bak alayda bir vazifalarni birilib baqmadi. Umrining oxirigacha mana Liu Beiga sadoqatman bo'lib, qo'g'dug'chilik vazifasini yaxshi o'rindab islatlarga Zongtongning qo'g'dug'chisida shunda qo'g'dug'chilik vazifasini yaxshi o'tab, vazifasini yaxshi o'rinlab, chiroyli pensiyaga chiqib olamda o'tdi. Shunga bu Jozulungning nurg'ulgan yaxshi ko'radigan finso'lari va nurg'ullar shu bu Jozulungga adolatsizlik bo'lib qoldi. Voy Jozulung andaq qilgan bo'lsa, Liu Bei mandaq qilgan bo'lsa, Jozulung andaq qilyapti. Mandaq chiqqan bo'lsa, palonni Jozulung chiqqan bo'lsa o'ltiryaptilar. U bu deb qoyil olmay shu bu to'g'risida to'xtamay munozir qilishi mushadi.
Men albatta yaxshi ko'rmayman bu Jozulungni. Masalan, to'liq tilga ilingandan bayargan Xanjunga kirgan vaqtda Machao keldi. Machao kelgan vaqtda da qo'l ostiga vaqt bu yerda Liu deydi. Machao'ga faqat Zhang taqabul turadi deb ikkisi 300 marta urishdi, yangi ayrılmaydi. Endi Moshada Nurg'ullo deydi, Navoda Jozulung borgan bo'lsa, sizlar qanday bo'ladi? Ad Moshada Zhang Feini chiqarmay jangga Jozulungni Machao bilan bir yakmek ilishgan bo'lsa, sizlar bu jangning oxiri qanday bo'ladi? Pingni juda maramat. Bug'a ajrim uchun, masalan, yana uchib ketmaslik uchun yoqtiradigan do'stlar, haqsiz yurak, pingniki 3 yalta jonlangan ganda pingllarni to'xtamay qilib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat.